Agar siz ingliz tili o'qituvchi bo'lsangiz, bu videoni o'tkazib yubormang. Attestatsiyada обязательно fonetikadan savol bo'ladi sizda. Xo'p, bu videoda biz fotograf so'zini fonetikasini o'rganamiz. Qachonki so'zga graf qo'shilsa, undan oldingi bo'g'in unli bo'ladi. Urg'uli bo'ladi, urg'uli. Xo'p, mana misollar. Photograph, telegraph, autograph. Endi bu so'zimizni o'qilishi photograph. Demak, bu so'z oilasini ko'ramiz. Photo, photograph, photographer, photography, photographic. Endi javobini tanlaymiz. Bizga urg'u boshida bo'lishi kerak. O'shaning uchun A, D variantlarini olib tashlaymiz. O'zbekchalab A, D deyapman, ya'ni A, D variantlarini olib tashlaymiz. Stress urg'u boshida bo'lyapti va bu yerda biza mana buni farqlaymiz. Urg'u boshida bo'lyapti, mana bu joyda farq qilyapti. Demak, mana bu belgi biza mat, fat degan so'zlarda kuzatamiz. Demak, bu yerda biza photograph, graph, ya'ni mana bu belgi bizga kerak. Uzunlik belgisi kerak. Demak, bizda to'g'ri variant B.